Xullas, svet boyagi tok напряженияsi past bo'lgan joylarga kimlargadir kerak bo'ladi. Transformatorlarimiz kelgan mana. Transformatorlar bor. Transformator deymiz, stabilizator deymiz. Stabilizator, to'g'riroq. Stabilizatorlarimizning narxlari, kilovati bilan bir tanishtiring o'zingiz. EPA firma bor ekan, mana bu nima firma bu yana? Dusel bor, EPA bor. 0.5 kilovatligi bor, 673 ming so'm, 30 kilovatligi bor, balanti 7 million 150 ming so'm. Hozir shundayda 673 ming so'm. 673 ming so'mdan boshlanyapti-da 7 million 150 ming so'mgacha baland, ha? 10 kilovatligi bor, 5 kilovatligi bor, 15 kilovatligi bor, 20 kilovatligi bor. Hamma turdagisidan bemalol topsangiz bo'ladi. Duseldan, EPAdan kelgan. Endi mana shu Duseldi, mana u nech kilovat mana? 2 million 570 ming so'm. Bu nech kilovat? 10 kilovatligi. 10 kilovatligi 2 million 570 ming so'm. Bunisi nech kilovat mana bunisi? Aytib o'tishimiz kerak-da buni. 20 kilovat ekan. Bu 20 kilovatligi. Buni hali narxi kelgan endi. Tak 15 kilovatligi bor, mana 3 million 437 ming. 3 million 437 ming so'm. Bu EPAlarni ham aytib o'ting endi bir ikkita narsani. EPAniki bor mana 20 kilovatligi bor, 5 million 735 mingligi bor. 10 kilovatligi bor, 2 million 860 ming so'm. Bularga garantiya beriladi. Bularning hammasining garantiyasi bor. Garantiya taloni bilan beriladi. Garantiya taloni beriladi. Keyin naborlarimiz bor mana. Ключ naborlarimiz bor. Narxlari bilan 1 million 345 ming so'mdan boshlanadi. Keyin EPA bolgarkalarimiz bor, perforator bor, atboyniklar bor, motopilalar bor, svarka bor. O't o'radigan mashinalarimiz bor mana. Kafel kesadigan apparatlarimiz bor. Kafelar izlar nech pul o'sha? 1 million 196 ming so'm. Qaysi firma bular? EPA. EPAniki, Saliniki bor mana. Saliniki. Salining mana bolgarka, shurpyover, atboynik, buning ham komplekt narsalari bor, svarka apparatlarigacha bor. Bu firmaga ham garantiya, hamma narsa sifatli. Bu tomonda yana shu mayda-chuda hamma instrumentlarimiz bor, topsa bo'ladi mana. Instrument kerak bo'lsa hamma turidan bor. Hamma turidan bor. Endi mana bu yerda hech bo'lmasa mana bu atboynik bilan mana bolgarkalarni narxlarini razmeriga qarab bir ikkita uchtasini tanishtirib o'ting hech bo'lmasa. Bolgarkamiz bor, eng kattasi 1 million 359 ming so'm. Maydasi 658 ming so'm. Bolgarkalarimiz mana. Mana bu kichirog'i 658 ming so'm. 658 ming so'm. Keyin mana bu yerda mana buni narxini ko'rsatib o'tamiz. Nima deydi buni? Kompressor bor. Kompressor bor. 1 million 859 ming. Necha bar beradi bu hozir? Tak. EPA firmasiniki ekan-a? Bu EPAniki. Bari necha buning anovi? Tak, EPA firmasiniki 1300 vattligi 1 million 430 ming so'm ekan. Bu ham o'sha katta kichiklik. 1 million 859. Maydasi? Buning kattasi 50 litr, buning maydasi 30 litr. 30 litrlik, ha? Kattasi 1 million 859, maydasi 1 million 430. Bu svarishni apparatlar qanaqa firma? Svarishni apparatim EPAniki. EPA firmasiniki. Qora rangdagisi. Mayda kichikligiga 1 million 216 ming so'm ekan. Tak, elektrod nimasi 180 amper ekan toki. 180 toklarga ishlaydi yaxshi. Kam toklarga ham ishlayverar ekan. Kam toklarga ham ishlaydigan variant. Mana bu atboynikmi bu? 2 million 95 ming so'm ekan. 2 million 95 ming, 2 million 555 ming so'm. Mana bu nimaga burchak qilib kesadigan. Buni narxi qancha ekan bu? Apparatlar tak. Nima deydi o'zi bu? Pila deyiladi bular. Pila. Отрезной pila. Отрезной pilamiz nech pul turar ekan bundan narxi? 2 milliondan boshlanadi. Tak, buni narxi o'zida yozilmaganmi?
narxi yo'q ekan. Mana bu yerda lazerlarimizni ham ko'rsatib o'tdik. 858 ming so'm. Bu ham EPA firma. 858 ming EPA firma, 1.144 ming so'm. Bu ham EPA firma. Bu nima farqi bor? firma. Katta kichikligimi, naborigami? Xullas mana bu yerda ikkita akkumulyatori bor, devolga osadigani, polda o'zi turadigani bor, devolga osadigani bor. O'shansiga qarab narx. Mana bu devolga iladigani, xullas hammasi bor. Narxi 1.144 ming so'm ekan.